Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar. Bugungi videomizda Xudo xolasa 504 mini traktorimizni video obzorini qilib beramiz. 4x4 Yuto motorli 4 porshinli 504 markali mini traktorimiz. Mana porshinlari 4 talik ko'rishingiz mumkin. Oldi orqa tortadi, radiatorli. Akkumulyatorlari mana katta akkumulyatordan qo'yilgan. Oldiga toshlari osilgan. Mana oldi ham tortadi, orqa tarafi ham tortadigan 4x4 mini traktorimiz. Buni birinchi o'rinda narxini aytib o'taman. Narxi 115 million so'm. Kamini qilib beramiz. Palovosli narxiga behijolat surishtirib ko'raverasizlar. Eng arzon narxlarda qilib beryapmiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Navislari bor, rollari gidravlika bo'ladi. Mana tablolarini ham ko'rishlaring mumkin. Tablolari, rollari qulflanadi akalar, ya'ni traktorimiz o'chgandan keyin обязательно rol o'z-o'zidan qulflanadi. Xo'p, bunimizda massa uzaydiganlargacha bor. Dinamlari, insholari ikkitalik bo'ladi inshosi. Ya'ni pritsep og'daradi ham jatkalarni bemalol ishlataveradi. Orqa baloni 11.2 ga 28 lik bo'ladi. Orqasini bemalol agatga moslasalaring bo'laveradi. Mana shu holati hozirga 1.20 turibdi, ya'ni 60 agatga bemalol tushaveradi. Eng katta mini traktorimiz, toshlari ham, orqa balonlari toshlari ham eng katta bo'ladi. 404 nikidan ancha katta. Ham shiroki balondan qo'yilgan bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 1.5 metr, 1.60 lik freza, 2 metrgacha frezalarni va 1.60 lik jatkalarni bemalol ishlataveradi. Buni motor qismiga 6 oy garantiya beramiz. Massa uzilganlarini ko'rishingiz mumkin. Va agatga bemalol tushaveradi. Balonda oldi balonda peredilka qilinadi, ya'ni balonda o'rnini almashtirilsa, bundan ham yana kengayadi. 1.40-70 agatga bemalol tushaveradi. Xo'p, motorlari Yuto motor bo'ladi mana. Zavодskiy pasportlarni ko'rishingiz mumkin. 3608, ya'ni 37 kilovatli motor. Yana qaytarib aytaman, Yuto motor Xitoyda eng original motorlardan qo'yilgan bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosinglar.